Davlatimiz rahbarining videoselektori yig'ilishlarda hamda joylarga tashriflari davomida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilab berilayotgan vazifalar ijrosi qanday ta'minlanyapti? Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari aynan shu masalalar yuzasidan joylarda o'rganishlar olib borishyapti. Qashqadaryo viloyatidan muxbirimiz xabar beradi. O'rganishlar jarayonida ishlab chiqarish obyektlari, mahallalarda bo'lib biznes faollik, moliyaviy imkoniyatlar, aholining turmush darajasi, mahalla yettiligining faoliyatiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tumanning iqtisodiy rivojlanish jarayonlari hamda qonun hujjatlari ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishildi. Hududda keyingi yillarda har tomonlama rivojlanish ko'zga tashlanmoqda. Yangidan-yangi sanoat korxonalari, ishlab chiqarish obyektlari ishga tushirilib, yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Jumladan tumanning chekka hududida, ya'ni Qo'shchinor mahallasida loyiha qiymati 5 milliard so'm bo'lgan tekstil korxonasi ishga tushirildi va 83 ta yangi ish o'rni yaratildi. Qisqa vaqt ichida korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar Qozog'iston, Tojikiston davlatlariga eksport qilinyapti. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlagani uchun mana shu darajaga yetdik biz. Yo'llarimizni ochib ketdi, hech qanaqa to'siq yo'q. Qo'limda 5 ta ishchim bor edi. Hozir sanang 210 ta ishchim bor. Buni orqasidan qancha odam ro'zg'or tebratyapti, mahsulotlarimiz chetga chiqyapti. Kuniga 3000 ta, 4000 ta mahsulot chiqaramiz. Deputat o'rganishlar davomida Qo'shchinor mahallasidagi 70-maktabda ham bo'lib, bu yerdagi ta'lim-tarbiya shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. 1973-yilda qurilgan ushbu bilim dargohi bugungi kunga kelib ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan edi. Prezidentimizning tegishli qaroriga asosan Islom taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan 4 milliard 200 million so'm mablag' evaziga kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Oliy Majlis deputati qurilish jarayonlari bilan ham yaqindan tanishdi. Qo'shnor mahallasining ham bugun infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Mahallaning nosoz ahvolga kelib qolgan yo'llari ta'mirlanyapti. 4,5 kilometr piyodalar yo'lagi qurildi. Ko'cha chiroqlari o'rnatildi. Yog'och ustunlar temir-beton ustunlarga almashtirildi. Prezidentimiz qilib berayotgan imkoniyatlarni hammasini tag zamirida bu insonni qadri yotadi. Yangi O'zbekiston qiyofasi aks etayotgan mahallalar barpo etilsin. Aynan o'sha mahallalarni o'zida tadbirkorlik rivojlansin. O'sha mahallani o'zida aholi daromadini oshirish uchun, aholini bandligini ta'minlash uchun, farovon yashashi uchun, ularning turmush darajasi ertaga emas, bugunning o'zida yaxshilanishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib beryaptilar. Mana bugun prezidentimiz yaratib berayotgan tizimlari, mexanizmlari o'zini oqlayotganini, o'zini samarasini berayotganini ko'ryapmiz. O'rganishlar natijasida aniqlangan muammolar nazoratga olindi. Ularni bartaraf etish bo'yicha mutasaddi tashkilotlar bilan chora-tadbirlar belgilandi.